Onlayn savdolarda ishtirok etish uchun dastlab yauksion.uz saytiga kirish talab etiladi. Portalning bosh sahifasidagi ro'yxatdan o'tish tugmasi bosiladi. Mazkur bo'limda login sifatida telefon raqami yoki elektron pochta manzili, shuningdek shaxsiy kabinetning paroli kiritiladi. Maxfiylik siyosati bilan tanishilgach, tasdiqlash tugmasi bosiladi. Shaxsiy kabinetni faollashtirish uchun telefon raqami yoki email manziliga tasdiqlash kodi yuboriladi. Tasdiqlash kodi kiritilgach, tizimga kirish sahifasi ochiladi. Login va parol kiritilgandan keyin shaxsiy kabinetning bosh sahifasida ma'lumotlarni to'ldirish oynasiga o'tiladi. Jismoniy va yuridik shaxs yoki yakka tartibdagi tadbirkor sifatida ro'yxatdan o'tish talab etiladi. Jismoniy shaxs va yakka tartibdagi tadbirkor kabineti jismoniy shaxsning shaxsiy identifikatsiya raqamiga, yuridik shaxs kabineti esa yuridik shaxsning soliq to'lovchi identifikatsiya raqamiga bog'langan holda ochiladi. Ro'yxatdan o'tgan foydalanuvchi shaxsiy ma'lumotlarni kiritishi hamda ommaviy oferta shartlari bilan tanishib chiqqandan so'ng ofertani imzolash tugmasini bosish orqali profilni tasdiqlashi zarur. Savdoda qatnashish uchun shaxsiy hisobni elektron to'lov tizimlari orqali yoki bank kassalarida to'ldirish imkoniyati mavjud. Mulk uchun ariza berishda lotlar sahifasidagi mulk toifasiga ko'ra istalgan lot tanlanadi. Mulk narxi, auksion sanasi, lot va unga tegishli bo'lgan hujjatlar, shuningdek mulk joylashgan manzil bilan tanishilgach, ariza berish tugmasi bosiladi. Eslatma: faqat yauksion.uz platformasidagi savdolarda ishtirok etish uchun elektron raqamli imzo kaliti bepul tarzda masofadan taqdim etiladi. Shaffof savdolarni istalgan internet foydalanuvchisi yauksion.uz portaliga tashrif buyurgan holda ro'yxatdan o'tmasdan kuzatib borishi mumkin. Savdoda mag'lub bo'lgan ishtirokchining zaklad puli to'liq qaytariladi. Mablag'ni qaytarish uchun pul qaytarish tugmasi bosiladi va jismoniy shaxslar o'ziga tegishli plastik kartaga, yuridik shaxs esa yuridik shaxs bank hisob raqamiga mablag'ni qaytarishi mumkin. Qulay yauksion platformasida savdolarda ishtirok eting.